Ba'zan futbol faqat g'alaba haqida bo'lmaydi, ba'zan u inson haqida bo'ladi. Bir paytlar elektrik bo'lib ishlagan oddiy inson, hatto onasini jahon chempionatiga olib kelishga ham qurbi yetmagan edi. Bugun esa uni ismini millionlar biladi. Bu Vazinha. Asli ismi Jazimar Dias. Oilasini boqish uchun yillar davomida futbol bilan birga elektrik bo'lib ishlaydi. Hatto faoliyatini yakunlashni ham o'yladi. Lekin u taslim bo'lmadi. Jahon chempionatida u butun dunyoni o'z o'yini bilan hayratga qoldirdi. Ammo eng og'ir sinov hali oldinda edi. Cabo Verde amaldagi jahon chempioni Argentinaga qarshi 90 daqiqa davomida mardonavor kurashdi. G'olib faqat qo'shimcha bo'limda aniqlandi. Hisob 3-2. Mundial Cabo Verde uchun mana shu yerda tugadi. Final qushlariga yangragach, Vazinha ko'z yoshlarini yashira olmadi. U bilan birga millionlab muxlislarning ham ko'zlari namlandi. Shaxsan men ham aynan shu jahon chempionati orqali Cabo Verde va Vazinhani tanidim. Chunki tarix har doim kubok ko'targanlarni emas, ba'zan millionlab yuraklarni zabt etganlarni ham eslab qoladi. Ba'zan mag'lubiyat ham insonni afsonaga aylantiradi. Cabo Verde darvozaboni Vazinha ana shunday afsonalardan biriga aylandi.